Bitta salovat-i sharifa o'qib turamiz har zamonda esingizlarda bo'lsa. Allohumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil aliyil qadril azimil jahi va ala alihi va sahbihi va sallam. Mana shu salovatni bir kunda 7 dona o'qiyotgan odam bir kunda 7 ta. 5 vaqt namozda bittadan o'qisa 5 ta o'qiydi. 2 ta oshirib qo'ysa, Jaloliddin Suyuti hazratlarining gaplari. Tafsiri Jalolaynning musanniflar. Bu odam o'layotganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Azroil alayhissalomning yonida turadilar. Sen omonatni topshirib, men payg'ambaringman, yoningdaman der ekan. Qabrga kirayotgan vaqtida qabrda munkar nakirlar kutib turadi-ku. Men payg'ambaring Muhammad alayhissalom bilan yoningda turaman, hozir 2 ta munkar nakir kiradi. Savol berganda men senga javobni o'rgatib turaman deb turar ekan. Mana shu salovatni o'qib qo'yayotgan odamga. Shuning uchun muhtaram jamoat, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni o'ta yaxshi ko'rishimiz kerak. O'ta ham. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi va waladihi wan nas ajma'in. Iymonda mukammal bo'la olmaysizlar sizlar to ota-onadan, hamma insonlardan, o'z farzandlaringizdan ham ko'ra men sizlarga mahbubroq, yaxshiroq bo'lmagunimga qadar sizlar iymonda mukammal bo'la olmaysizlar. Bizni kechasi uyg'otadigan narsa salovat bo'lish kerak. Bizni uyqumizni qochiradigan narsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga bo'lgan mehr, muhabbatimiz bo'lish kerak. Qur'oni Karim 30 sura Qur'onni hamma varag'ini varaqlasiz, faqat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sifatlari bayon qilinadi. Qur'oni Karim 300 varaq Rasululloh sollallohu alayhi va sallam sifatlari. Qaysi oyatda, qaysi harfiga qarasangiz shu zotning bitta gaplari chiqadi. Laulaka lama xalaqatul aflak. Ey Muhammad alayhisalom, agar sizni yaratishlik maqsadimda bo'lmaganda edi, osmonlarni yaratmagan bo'lardi. Siz tufayli dunyo osmoni vujudga kelgan biling deydi-da Alloh hadisi qudusiyda.